ishlatgan bu qiz vaqti ketgan, mehr bergan, qaragan, aytganini qilgan, shuning uchun pul bergan. O'zidan o'zi hech kim bermaydi, o'sha qizni yaxshi ko'rganki, aytganini qilgan bu qiz. Hadi bergan pulini pesh qilib, pulim ketdi, podarka qildim, uni endi hamma quvvatni hech kim indamay o'tiribdi-yu. Oqilib nechta qilib bir oyda 50,000 dollar ishlatyapti, indamayapti. Mana qaranglar. Hozir qilyapman, olmayapti. To'xtanglar. Hozir 15 minutda ovqatlanib oladi, hamma uyga ketadi, tinchib qoladi. Uyda odam bor, endi ukalarim bor. Men haligi narsani aytganimni qilishingiz kerak edi, Feride. Men hozir shohga yozsam, meni tinch qo'ying deyapti. Men uni ko'tiga qo'limni tiqqanim yo'q, tinch qo'ygani. Undan keyin hozir bu Odilam, Shoham o'sha karob gapdan chiqmayapti. Bularga gap uqtira olmasdilar. Odil qanaqa bo'lsa Shoham ashnaqa bo'lib qolgan. Tushunasizmi? Bitta qiz o'sha ikkalasini yurityapti. Bo'ldi. Charos qatta. To'xtab turing, Charos qatta. Qurg'onda mana mashaydi. Bo'ldi. Melisa vozli bo'lsa, Melisa vozli, ko'cha tarafman bo'lsa, ko'cha taraflama gaplashamiz. Mayli, endi Feridaxon ko'p xafa qilgan, mayli, bolalari uchun lekin. Ko'cha taraflama kerakmi, Charos? Bo'pti. Charos, telefonimni ko'taring, assalom. Atrofingizdagilar yordam bera olmaydi, opaxonlaringiz bor yoningizdagi. Nima qilamiz? Yo'q, hozir bas hamma ketgandan keyin. Va hamma borligida keladi. Hozir. Men ula yozaman deyapti. Meni ustimdan ula yozaman deb meni qo'rqitishyapti-da. Hozir meni aybim yo'q. Kecha kuni Guchot ochib tashladi ulani ko'tini. Shoh bilan dedi Charos go'stiga ulanadi deydi. Charos deyapti, qishalanglab, ayiqchasini quchoqlab, qiladi. Bag'dan Shoh asalim jonim qilib gapiradi deb bula gapirdi, men bilmayman. Meni bo'ynimga tushib qoldi hozir. Aylanib kelib meni bo'ynimga tushib qoldi. Endi eshitinglar, mayli, u jonim deyishi mayli. Feride, eshitmasani qilgan ham noto'g'ri o'ylaydi. Gucci menga farqi yo'q. Oq deydimi, voq deydimi, ikkalov bilganini qilsa, seni temayni yopinglar, senga tegmasin. Bo'ldi. Nima qilsin 10 ta bola oq deydimi, men jon deyman, yo'q bo'lib ketsin hayotimdan. Maqsadda Odil ana qiladi. Men o'rta o'zinglar Odil qo'shilar ekan, o'rta o'zinglar. Bo'ldi. O'rtani o'zinglar, o'rta qanaqa o'zadi? Urishaveramiz biz, yarashaveramiz. Feride, o'g'lim aytyapti. Videomiz chiqqan, urishadilaring-ku, haligi opam urishadilar. Biz urishaveramiz. Endi urishiladi, yarashiladi. Ana Odiljon o'zi keldi. Odiljon. Feride, nima qilyapsiz seni? Men nima xohlayapman? Nima deyapsiz? Menga hozir Gucci telefon qilib efir oching dedilar. Men ochmayman dedim. Ko'ryapsizmi, Gucci bilan menga Feride, to'xta, Odil gapir. Eshiting. Bo'ldi. Tema yopildi. Odil gapir. Tema yopildi. Hamma o'zini yo'lda ketyapti, to'g'rimi? To'g'rimi? Eshittiring. Men bir minut Gucci yapa, bir minut. Tema yopildi, hamma narsa bo'ldi. Ertalab uyqudan turib, shunday Feridaning efirga kiraman, men mana narsaga eshitaman. Eshitib turing. Gapirmasa eshitinglar. Ko'rsa ularni gapirib, ko'tidan poylab, istoriyalarini nima qilib, lichkalarini tekshirib. Kim tema qilish boshlagan? Eshitinglar. Значит, har bu qolib ketgan ekan. Bu alami bo'lib ketgan. Kalvatcha. Tashog'ini qashlab o'tiribdi. Kalvatcha degan bo'lsa, o'ynab nima qilamiz? Bu ko'chada o'yapti. Hazil qilib aytamiz-ku kaldi. Men Bulona hech marta hazil qilib o'ynaganmiz. To'xtating. Nimaga endi seriozdan yoqib oldingiz? Men birovlar qasa qo'yib yurishim mumkin emas. Feride, to'xtab turing. Feride, u bilan buni, bu bilan uni urishtirishni to'xtang. Feride, eshittiring. Men hech kim bilan eshitmayapman. Men charchaganman bunaqa narsa. Yo'q, Feride, to'xtang. Agar yana bir joydan meni ismimni olib,
boshqa kishilar ismini olib gapirsangiz xafa qilib qo'yaman. Mazga oboy olgan. Boshqa Temani yoping. kishilarga siz xo'jayinmisiz? Temani yoping, men bilan o'ynashmang. Yo'q, Feride, Agar men tema qilsam, siz tutilmay qolasiz. gapini keyin men ham gapiraman. Gapirib yuboringlar, oxirida meni ham gapim bor. Men sizga aytadigan gapim shu. Odil Hayır, eshitdingmi? men hech qanday tema qilmang. Men sizga aytyapman. Bu yerda boya siz bilan gaplashib oldik, tema yopildi. Mana bu yerda dahuya zapslar turibdi-manda. Mana 16 minut, 15 minut. Почти полный эфириz mani temam bo'lgan efirizda. Полный. Men temam. Men sizga aytaman, mani tema qilmang. Og'ziga kelgan gapni gapirsiz ertalab. Og'zingizga kelgan gapni gapirsiz ertalab. Men siz indamay ketdim. Xo'p deb. Meni ham gapirmaydi, boshqa odamlarni ham gapirmaydi. Meni tinch qo'yinglar, men o'zim yo'limda yuray. Tamam. Hammaga rahmat, joyingizda sog' bo'lsin. Hurmatlasizlar. Bo'ldi. Eshiting Feride, hozir biz sizni ishingizni hal qilamiz-ayu, hech kimni efiringizda gapirmang. Shoh 10 ming ishlatadimi oyiga boshqa qizga, 20 ming ishlatadimi? O'zini bilganini qilsin, lekin biza men nimaga chiqyapman? Men ham onaman-da, men ham o'g'illarim bor. Ertaga men ham bu ish qilib qo'ysam, o'zimga javob beraman. O'g'illarimga tashlab bersa bu uyat, sharmanda. Shu uchun men chiqyapman. Bolalarigacha onasining Hozir buni pulini hech kim gapirgan yo'q-ku. Yo, mayli, Odilni ham gapirmang. Efirda vashi hech kimni gapirmang. O'zingiz efiringizni olib boring. Men o'zi mashindan shohga biza aytmoqchimizki, mana ona she'r meni maslahat beradilar. Bu o'zini yo'lida ketsin, nechta qiz bilan xohlasa bir kunda 10 ta qizga $1000 bersin. Xohlasa bitta pochka ishlatsin. Jon deyman. Opa, jon deyman. Tinch ketsin, jon deyman men. Unga ham aytamiz hozir. Temasini to'xtatsin. Sizni videolaringiz tarqab o'sha sharmandagarchilikni cho'qqisiga chiqyapti. O uyingizdagilarga tarqatyapti, qo'niq qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga, bo'lgan, o'sha tarqatmagan odamlaringizga. O'shani to'xtatadi. Shuni biz aytmoqchimiz, shuni to'xtatsin. Bo'ldi, siz ham hech kimni shoh kim bilan yuradi, 20 ming ishlatadimi oyiga 10 ming o'zi bilganini qilsin, o'zini yo'lida ketsin. Ishingiz bo'lmasin umuman. Feride, men qachon ishim bo'ldi bu bola bilan? Men ishim yo'q meni. Kecha meni tema ochilganda, mana hammani oldida gaplashilyapti-da bu. Bu hammani oldida mana gaplashilyapti, mana kelishilyapti. Ona she'r gapiring siz. Mana hojona gapirsinlar. Sizga sarflagan pulni boshqasiga u sarflamaydi. Undan tashqari shoh bilan gaplashamiz. Shoh meni ko'rib turgan bo'lsangiz, to'g'ri, qattadir to'g'risiz. Men tan olaman, qattadir noto'g'risiz. Endi 3 oylab buni sharmanda qilib, endi buchi o'lsa ham amiga tillo taqib qo'ysangiz ham bu qaytmaydi. Agar mana dushmanlarimni ko'ryapsizlar. Ya mana ami chiqib ketyapti. Agar shoh bu qizni yana bollarini tegadigan bo'lsangiz, Ferideni olamanda, men bunga cho'tki yo'lini ko'rsataman. Shoh sizdan zo'ri ham bunga qarshi chiqa olmaydi. Men juda kuchli odamga Ferideni orqasidan chiqqanman, ammo lekin Feride o'shunda ham yo'q opa, mayli yaxshi ko'raman deganida o'sha payt. Yo'q, unaqa mayli opa deb oddiy yozuvchi o'qigan edi. Bu narsa shaharlar aro bo'lsa ham Turkmenistondan juda ham yaxshi odamlar bilan men do'stman, lichkada gaplashaman. Ularda bir ikkita narsasini O'zbekistonda men qilib bersam, Turkmenistonda sizni danlaringiz bu qizda bo'lsa, sizni oilangizgacha chiqishga aqlim yetadi. Iltimos, oilasi, bolalarini, oilasini qo'shmang. Men lekin o'zi bilan olishmasin deb gapira olmayman. Gucci o'zini menga yopilsin, ayting. Oilasini gapirmang, temani to'xtating, uka. Agar men to'xtatirsan, endi bu qizam bor-ku. Men tavsiya taraflama eplasangiz qiling, bo'lmasam bolalar uchun rasm chiqarganingiz uchun Amerika fuqarosi bo'lsangiz ham yaxshi bo'lmaydi. Sizni ham Turkmanistonda topishimiz oson bo'ladi. Yo'q, qo'tag'ida yeyolmaysan desangiz agar, Feride oxirigacha meni oldimda turib, sizni mana shu rasmingiz, danalaringizni bersa, men ishonavering, bir haftaga qolmasdan topib o'zingizga tashlab beraman. Beraman opa, bo'ldi, chiqamiz. Men ham oxirgacha o'sha nima mashatimga keldi opa. Men o'sha boshim kasaldan chiqmay qoldim. Mana hamma oldida
Hamman oldi kelishyapmiz, mana hamman oldi gaplashilyapti. Bu qizni tinch qo'ysin endi bo'ldi. Menga qaranglar, kim yechinmagan? Shuncha qiz yechindi. Kim podarkaga pul ishlatmagan? Kim ishlatmagan? Hamma donator pul ishlatgan bu yerda qizlarga. Bitta uyga mani boqim yo'q. Men Lyuboyga qarshi endi chiqaman. siz O qo'shilgan mani oilamdagi qo'shilgan odam o'yindan chiqib Voy, ketdi. ana tirikchilik ham o'zini yo'liga ketyapti. Bizani boqimiz bor. Men ham yeganman donatorlarni. Yo'q, xafa bo'lmanglar, qizlar. Men ham Xafa yeganman. bo'lmanglar. Endi men Bu ham yerim yegan, bor hamma edi. yegan, bo'tda. Feride, meni yerim bor edi. hamma Yerimni yegan. tutganman. Bundan keyin boqim chiqishi mumkin. Boqim bundan keyin chiqishi mumkin. Ammo hozirgacha yo'q, chunki meni erim bor edi. Erimni kutganman. Men ham donator bilan gaplashyapman hozir. Men ham sevishyapman. Endi bag'iga chiqib qolsa bilmadim. Lekin hozirgacha yo'q, bundan keyin chiqishi mumkin. Realda chiqadi, chunki o'zi yetib kelyapti. To'g'risi, bolalarini qo'shmang, bo'ldi, ezib tashladingiz. Opa, o'rtaq deb bo'ldi, Feride. Do'st tanlashda adashmang. Yig'ishtiring, do'stim TikTokda yo'q-ku. do'st yo'q. Endi manu Gucci bunaqa tushungani uchun, o'zi hamma yo'qni bilgani uchun mana turibdi. Misolda, to'g'ri tushungani uchun. Gucci ham kerak bo'lsa o'zi aytganda yechinadi, gaplashadi, ochiqchasiga ish qiladi. Misolda, Feride, bu sizni tushunyapti. Qolganlarchi, yechinib qo'yganlar hamchi og'zini bunday qilib artyapti. Ko'zingizni oching, bo'ldi. Eshitdinglar, bitta gapda Qo'y. kim yechinmagan, kim donator pulini olmagan. Bu qiz ham 2 yil vaqt ketgan. 2 yil mehr bergan, gaplashgan, o'tirgan, turgan, yechinsa yechingan, shuncha pulini bergan. Menga ham bersa, men ham qilaman. Kelsa joyi kelsa. Hamma qiladi, rahmat bolam. Joningiz sog' bo'lsin, pullaringiz ko'p, boyvachchigit bo'lib yurib. Hamma qilgan, hammani Ko'rib qo'yinglar, bo'ldi mana. Ha, endi bitta odamni faqat mana shu siqish mana men Botirga yechim berganman. Mana dadi o'tiribdi. Yo'q, bitta odamni faqat siqish yetgan mana shu aybini basharasiga urish, faqat uni yerga urish emas-ku. Endi hammani o'ziga yarasha aybi bor. Ha, Odil. Odilni ham gapirmen. Endi menga qarang. Gapirganim yo'q-ku men bularni. Birinchidan ona Sher opa Odil o'zi chiqdi menga aloqaga. Feride shunaqami deb. Keyin men haqiqatni aytdim. Asli men eshitib bo'lganman haqiqatni. Zaps bormi? O'zi ko'chga olib turib, endi o'zi menga sakrayapti. Zaps bormi? Men zaps qilib yurmayman-ku, Odil o'zi so'rab chiqqan menga aloqaga. Gaplashyaptimi Feride shunaqami deb. Gucci shunaqa dedi dedim men ham. Haqiqatni gapirdim. Endi bo'lsa menga sakrayapti o'zi so'rab. Men Odilga aloqaga chiqmaganman, odamlar. Bu Botir aka basmidi? Kim edi? Ha, Botir aka Asalim bolalar adasi. Xo'jayinimlar eskisi bu. Birinchi TikTokka qaytgandek Asal xo'jayinimlar bolalar bu. Pochcheli bo'ladi, kuyovingiz. Asalim adasi. Bu 41-chisi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, men aql o'rgatishmas, boshqa emas. Hammamizning o'timiz, buqimiz bor, hammamizda aybimiz bor. Endi faqat yuzga sovurish, bu qiz kasal bo'lib qoldi o'sha. Bo'ldi, hammamiz ko'rdik, bo'ldi, yechinibdi, bo'ldi. Endi tema yopilish kerak-ku bir kun. Yopish kerak-ku. Hadi buqqa borib cho'pda ko'layversa, hidi chiqaveradi. Bu ham birovni onasi, bolasi, bolalari bor, ertaga bolalariga kerak. Biz TikTokdan chiqib ketsa, chiqib ketaveramiz. Ertaga kasal bo'lib qolsa-chi? Bu ham birovni onasi, jala ikkita o'g'li bor.